Bu odam jonli efirda bir oy vaqtini qorong'ulikda o'tkazibdi. Hozirgi davrda ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq odamlarni e'tiborini tortish uchun blogerlar o'zlarining ustida hayot uchun xavfli tajribalar o'tkazishmoqda. Shunaqa yosh blogerlardan biri mana bu Normik ismli youtuber va u o'zining 26 soat jonli efirni uyqusiz o'tkazish challenge bilan mashhurlikka erishgan edi. Bu voqeadan keyin u o'tgan oy yana bir katta challenge'ni boshladi. Bunda endi u bir oy davomida jonli efirni qorong'ulikda o'tkazishi kerak edi. Challengening shartlari esa qorong'i xonada hech qanday yorug'lik manbaisiz, ovozsiz va tashqi dunyo bilan aloqa qilmasdan bir oy yashashdan iborat edi. Voqeaning boshi mana shunaqa normal holatda boshlandi. I'm gonna miss Halloween. I'm gonna miss my birthday party. You know what? Originally I was gonna go out drinking on my birthday. Bir qancha vaqtdan keyin esa unda og'ir psixologik holatlar boshlandi. Chunki unda vaqtni o'tkazish uchun hech qanday chalg'ituvchi vositalari yo'q va vaqt qanday o'tayotganini ham bilmas edi. Kuniga esa minglab odamlar uni kuzatib borishardi. Eng qizig'i 490 soat o'tgach, uning ruhiyatida keskin o'zgarishlar paydo bo'la boshladi. Masalan, u tez jim bo'lib qolib, qorong'ulikka qarab, hech kim eshitmayotgan narsalarni xuddi gipnozda tinglayotganday qotib qolardi. I fixed the door. I fixed the door. Bundan tashqari, u boshida o'zi bilan o'zi sekin gaplashib, keyin esa birdan baqir-chaqir qilishni odat qilib oldi. Va mana shu kunlarning birida u xonada o'zidan tashqari yana boshqa odam borligini sezayotganini ham ta'kidlab o'tgan ekan. Eng dahshatlisi 7-noyabr kuni uni ruhiy holati butunlay pan berib, u aql bovar qilmas ishlarni qila boshlabdi. Kelinglar u nima qilganini birgalikda ko'ramiz. Japanese people. When will it finish? U xonasini eshigini to'laqonli g'ajib tashaganidan juda ham xavotirlangan uni kuzatuvchilari challenge'ni zudlik bilan to'xtatishini so'rashibdi. Voqeani davomida bu bloger yana ham ahmoqona ishlarni qila boshlabdi. Agar sizlarga ham voqea davomi qiziq bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha